Og'aylar yana shu o'zgindamiz. Avtomat korobkani rasxodini o'lchayapmiz. Bunda ham hozir klapanlarini tekshirdik. Karburatorda to'liq obnovlять qildik. Karburatorda juda bir qolti susta qilgan ekan, lekin karburatordan tashqari ham ancha ayblar bor ekan. Buni воздушный klapanchalarda to'sib yuboribdi. Karburatorda ichida vashi hech narsa almashmagan. Zavodskoy bo'yicha turibdi ko'p narsalar. Xo'p, qisqasi karburator obnovlение bo'ldi. To'liq yangilandi karburatorning ichi. Avtomatga qilib terildi, klapanlar tortildi, svichalar tozaladik, zajigание hamma yo'q qo'yildi, suv sirkulyatsiyalarini tekshirdik. Mana shu 100 gram benzin 00 qilib qo'ydi hozir. Hozir endi haydaydi, ko'ramiz necha kilometr yurar ekan. O'yinlar mana keldi, aylanib keldi. Hozir avtomat Tico. Tak, necha yurdik? 17 kilometr. Oy. 1700 yurdi, 1 kilometr 700 metr. Yurdi, tagida oshib qolgan benzin mana 100 gramda. Ana shunda hisoblasak 100 ga 5 u 8 ishdi. Mana mashincha benzin oshib qoldi. Hisobda 5,5 desak ham bo'laveradi agar shu benzin bilan razницasi bilan yursa. Avtomat korobka mana 5,5 ta ishdi. Egasi yonimda turibdi. Tortishlari qalay, yaxshimi? Zo'rmi? Tortishi hamma yo'g'i chotki mashinani. Unaqa tortishi bo'g'ib, qisib, unaqa bo'lmaydi. Rasxod avtomat patolog olibdi, mexanika patologi 5 ta ichadigan qilib beramiz.